Mashq daftarining 159-beti 10-topshiriq matnli masalalarni yeching. Birinchi masalaga e'tibor beramiz. Suv bilan to'ldirilgan kuboid shaklidagi idishning o'lchamlari 30, 24 va 18 cm. Demak, mana bu bizning idishimiz. Idishning 1/3 qismidagi suv bir xil bo'sh stakanlarga quyildi. E'tibor beramiz. Idishning 1/3 qismidagi suv, demak, stakanlarga to'liq quyildi. Bitta stakanning hajmi 80 cm kub bo'lsa, nechta stakanga suv quyilgan? Endi biz ushbu idishning 1/3 quyilganligi uchun biz balandligi bilan ishlaymiz. Ya'ni balandligi, ya'ni 18 cm kubning 1/3 bu quyilgan suvning balandligi bo'ladi. Ya'ni e'tibor qilamiz, quyilgan suv balandligi bu 18 santimetrning 1/3 qismi. 18 ko'paytirilgan 3/1. Biz 3 bilan 18 ni qisqartiramiz. Bu yerda 6, bu yerda 1 qoladi. Natijamiz 6 santimetr bo'ladi. Ya'ni bu quyilgan suvning balandligi. Uning bo'yi va eni esa idish bo'yi bilan eni bilan deyarli bir xil bo'ladi. Ya'ni 30 cm ga 24 cm. Ularni belgilab qo'yamiz. Va shunda quyilgan suv hajmini topamiz. Suv hajmi teng bo'ladi. Bo'yi, ya'ni 30 ko'paytirilgan eni 24 ko'paytirilgan balandligi, ya'ni 6 cm hisoblanadi. Endi ushbu ko'paytmani hisoblaymiz. 30 ko'paytirilgan 24 ko'paytirilgan, demak 6. Ushbu natijamiz 4320 cm kubni beradi. Endi bizda natija chiqdi. Ya'ni quyilgan suvning hajmi kelib chiqdi. Bu 4320 cm kub. Va aynan mana shu suv stakan hajmi 80 cm kubga teng bo'lgan stakanlarga quyilgan. Endi nechta stakan borligini hisoblash uchun mana bu yerda yozamiz. Stakanlar soni bu aynan chiqqan natija, ya'ni 4320 bo'lingan har biri 80 cm kubdan edi. Demak, buni 80 ga bo'lamiz. Shunda bu yerda nollar qisqarib ketadi. 432 ni 8 ga bo'lsak kifoya etadi. Buni hisoblasak 54 bo'ladi. Demak, 54 ta stakan bo'lgan ekan. Javobni belgilaymiz va oxirida ham javobni yozib qo'yamiz. Javob 54 ta stakanga suv quyilgan ekan. Va ushbu betdagi ham masalani yechib bo'ldik.